Obunachilar, bugun 23 noyabr, futbol uchun liniya kupon qilamiz. Bugun o'yinlar ko'p. Bugun kuponni Melbet kontorasida qilamiz. Birinchi Angliya Premyer Ligasi, Arsenal va Tottenhem. Bu ikkala komanda ham yaxshi. Oxirgi o'yinlarda Tottenhem yutgan ekan, undan oldin Arsenal, durang va yana Arsenal. Arsenal ko'p yutgan ekan. Bu yerda biz ikkala jamoa gol uradi. Shunga olsak ham bo'ladi. 2 koeffitsient normalniy beryapti. Bir-biriga gol urishi mumkin. Tottenhem ham bitta urish ehtimoli bor. Katta koeffitsient bo'lsa, ko'pchilik o'ylab qoladi-da, mana misol totalga olaylik. 4 dan ko'pga почти 5 koeffitsient beryapti. Ko'pchilik o'ylaydi, ura olmasligi mumkin deydi-da. Mana 1.5, 3 dan ozga 1.5 beryapti. Buni oladi. Xuddi bu 1.5 yo 1.3 shunaqa koeffitsient bo'lsa, o'tish ehtimoli katta deydi. Yo'q. Bunda farqi yo'q. Короче, 11 koeffitsient bo'ladimi, 17 koeffitsient bo'ladimi? Mana misol bugungi o'yinda Arsenal emas, Tottenhem yutsa 8 koeffitsient beryapti-da. Hozir shuni olganlar olib tursangiz, может Tottenhem yutishi mumkin. Shuning uchun xullas o'ylanmay ikkala jamoa gol uradi. Olamiz-da. Sariq kartochkaga o'tib turib 3.5 dan ko'pga qo'yib qo'yamiz. 207 koeffitsient yig'ildi. Shu yerning o'zida. Aston Villa, Leeds United. Bu komandalar ham yaxshi. Leeds United ham ancha yaxshi o'yin ko'rsatyapti. West Hamni yutgan. Tottenham bilan 1-2 o'ynagan, Dortmund bilan durang o'ynagan. Dortmund ham kuchli komanda nisbatan. Biz lekin baribir nima qilamiz? Birinchi taym birning individual totali 0.5 dan ozga olamiz. Telbalarcha. Sariq kartochka. Sariq kartochka 2.5 dan ko'p. 3.5 dan ko'pga 1.8 beryapti, lekin bilmadim, qandaydir 2.5 dan ko'p menga ko'proq ma'qul. Undan keyin Germaniya Bundesligasi. Sariq kartochkalarga, gollarga boy liga. Sankt Pauli Union. Qo'shaloq imkoniyatga yaxshi beryapti-yu, olganingizdan keyin durang o'ynab qo'yishi yomon. Kecha Italiyada ikkita o'yinga qo'shaloq imkoniyat 12 qaysi birida yutadi bo'lgandim. Ikkalasi ham bittasi 3-3, bittasi 1-1 o'ynab o'tiribdi Juventus bilan. Qaysidir komanda, keyin Cagliari bor edi. Cagliari 3-3 o'ynadi, Juventus qaysidir komanda bilan 1-1 o'ynadi. Xuddi o'yin oldindan sotilganda edi. Normalniy koeffitsient berganda durang o'ynayapti-da. Biz unda qo'shaloq imkoniyat olmaymiz. Natija va ikkala jamoa gol uradiga olsa o'tib qolarmikan? Bu qiyin bu yerda. Asosiy o'yin total 3 ta. 3 ta golga olamiz. Tavakkal, o'tib ketib qolsa kerak. Yoki ikkala jamoa gol uradi. Xo'p, bunda nima qilaylik? Birinchi taymga olamiz. Bunda pas, o'ta pas. Koeffitsient pas ekan. Tavakkal 2.5 dan ko'pga olamiz. Sariq kartochka 3 dan 3.5 dan ko'p, endi 3 dan ko'p bo'lgandan tavakkal 4 ta bo'ladi. Sariq kartochka 4 ta bo'ladi. Leipzig Werder. Ikkala jamoa gol uradi. Natija va ikkalasi. Birining individual totali 3.5 dan oz yoki ikkinchining individual totali 1.5 dan oz. Sariq kartochka.
5 dan ozga olib ko'raylik shunda. Ispaniya premyerasi, Real da yutug'i va Atletico Madrid va Getafega qo'shaloq imkoniyat. Komandalar 10ta bo'ldi, 10ta voqea bo'ldi. Sizlar o'ylamanglar, o'tmay qolishi mumkin. 30ta bo'lsa, 30tasi o'tadi agar ishonchli bo'lsa. Burchak to'pi 2ning individual totali 4,5 dan ko'p. Короче, 104 koeffitsiyentli tavakkal qiladiganlar tikishinglar mumkin. Agar o'tmaydi deb o'ylasalaring tikmasliklar ham mumkin. Hech kim majbur emas tikishga. Короче, просто biz analiz qilamiz. Tavakkalga bog'langan bunday yutish yutmaslik hech kim bilmaydi-yu, misol aniq yutaman, bu qimor. Короче, hozir hisobni to'ldiramiz va biz taxminan 1500 so'm pul tushsa 169 ming rubl yutarkanmiz. Bu почти o'zbek puliga 20 milliondan o'tadi, 25 millionlar atrofida bo'lsa kerak. Hozirgi kurs bo'yicha. Bunaqa koeffitsiyentga sizlarga ham maslahat beraman. 50 mingdan agar imkoniyat bo'lsa, eng uzog'i 100 minggacha, imkoniyat pastroq bo'lsa 20 ming, 30 ming qo'yib qo'ysalaring, bu tavakkal narsada o'tib ketib qolishi mumkin. Keyin yana keyingi videolarda endi 6-7 koeffitsiyentga ham ishonchli kuponlar qilamiz. Bugun prosta azartnik shunaqa qiladigan odamlar bor, misol voqealarni 30 ta, 20 ta qilib koeffitsiyentni katta qilib 5 ming, 2 ming tikib qo'yadiganlar uchun addushi bo'ldi bu kupon. Короче, bolalar, hammaga omad. Kanalga obuna bo'ling, like bosishni unutmang, hatto bu kommentariyada o'z fikringizni qoldirib keting. Shunaqa kuponlar qanchalik ko'p o'tadi yoki o'tmaydi.